Endi seknimizge chiqmoqchi bo'lgan mayirimiz kimdi? Diqqatinglar, davomli ekranimizda bo'lsin. Qo'yashandaşagu maymi? Sayohat kishi qalbiga olamcha huzur beg'ishlaydigan o'z turmushini, hayotini sevgichilarning o'zi bergan katta sovg'asidir. Men sayohat yetakchisi Yunus. Doyun supuzda tarqatgan her bir qisqa videolarımның vatanimizning tog' daryolarga, güzel manzarasiga bo'lgan mehr muhabbetim. Hayotning güzelligidan olgan ta'sirotlarim. Men darajadan tashqari to'r cho'lponlari programmasiga o'zimning kasbiy bilimini yanada cho'nqurlashtirib, texmo ko'p ishlarga ma'naviy zavq ato qilish uchun keldim. Qarşalımız Yunuscan. Rahmat. Aldı bilan ko'rmanlarimizga, to'rdoshlarga, ustozlarga bir salomingizni yetkazib yetamsiz? Menden shu 4 ustozga, ham shu atoqli cho'lponlarga, danliq riyosatchimiz Gulsha Adamga o'tliq salom. Shundaqla ekran oldiki, ko'rman do'stlarga menden salomlar bo'lsin. Men shu ana yurtim Turpanda hozir Abdumnur oylik sayt idorasining yoshlar sayi ko'prada ishlayapman Urumchida. Men Yunusjanningki do'yingdagi bevos ko'rsatishni shunda ko'rma. Ilgirlishim uchun bek zo'r. Hozir rasmiy Vanxun olib ketdingiz, nega bo'lsa Yunusjan deb tunuydan olib ketdimi? Shu mama o'ylamagan buncha. Qanday deganda shu ishkirdan kelgan sayohatchilarimiz kelsa, men shundaq tabiiy Turpanning yerlik puroqlari bilan, yerlik shivri bilan mundaq so'zlayman. Qanaq so'zlaysiz, qanaq? Nima tulfal alma? Bek tabiiy bo'lg'achqa yaxshi ko'ramdikin deyman sizni. Shu men boshqalarga qarab baxsam, shu necha 10 ming yuan xashlab bir zopin ishlaydi. Men me'morlar men shupin qilib, chamberga chiqarib qo'yganni o'zim serib chiqarib qo'yman. Bunda qilay degan bor. Qat'iy ishlab baxmadim, kasbiy-chu. Siz pul xashlamaylam, hozir mestanlaringizning fansilarning sonini oshiryapsizda. Mening rostini desam, Vanxun buluş xiyolim yo'q edi. Mestanlar shu Vanxun qilib qo'ydi. Mana shu mestanlarimga alayda rahmat deydim ha. Rahmat sizga. Undan boshqa sizning tirishchanligingizmi bor. Chunki hamda siz izchil shu sayohat kasbiga bir mehr muhabbat bilan, shu ishtiyoq bilan mas'ul bo'lganligingiz uchun asta-asta sayohatchilarga shundaqla bizning to'rdoshlarimiz sizni yaxshi ko'rdi. Shuning bilan mestanlarning soni eshib beradi. Eng muhimi yana tabiiylik boya degan shu yerlik şevi bo'yicha tunishtirgandingiz hammasini o'zingiz qarta oldingizda endi bir xoslik bo'lish kerak ekan. Men o'ylab qoldim, shu to'r cho'lponlar bulush jarayonida eng muhimi xoslikka, alaydilikka, bir o'zgachilik bo'lish kerak ekan. Shuning uchun hozir mastoningiz qancha? 380 ming. 380 ming. Otam. Meningki de eshib ketibdi. Meni 320 ming. Ergi şu olsam bulatıyız sizge. Sizlerin bir şunga görüşmemiz open işleyimiz. Maqul birlikte shopping ishlab asar yollab mastanlarimizning sonini oshiraylik. Yunusjon bag'an siri sahnaga pishib ketibdi. Sahnadagi naqsha etish, qiyofatlaringizmi o'zgarib ketibdi. Sizda ilgirlash zo'r. Endi ustozlarimiz nima deydigan anglab baqaylik, Yunusjon. Xasiyatida
Men naqsh aytganingizga qaraganda siz tunji qetdim yoki tasodifiy aytib qolmabsiz. Izchil turda aytib kelyapsiz. Nayt yaxshi. Uning ustiga sizning san'atga aloyidligingiz bilan qilayotgan sayohat kasbingizga bek chipdi. Shundaq davomli texmo yaxshi, har xil tildagi naqshlarni texmo yaxshi aytib, mamlakatimizning har qaysi o'lkalaridagi mehmonlarni texmo xo'shal qilib, Şinjanning texmo shundaq mehmondo'st, shundaq go'zal taqdiriyalarini tanishtirishingizni umid qilaman. Abnum rayonimizning sayohatchilariga texmo yaxshi bir asl qo'shishingizni umid qilaman. Rahmat edi. Yunuscha yaxshimisiz? Yaxshimisiz, ustoz. Sahnimizga yaxshi kelibsiz. Yunuschaning ovozidan nayt pishqan bir sayohat yetakchiligi bilib turdi. Chunki sayohatchilarga naqshini doim aytib turdi. Mening bilishimcha sayohat yetakchilari san'at jihatdimi go'zal Shinjongning naqshi muzikaga xushtor kishilarning ko'pligini shu sayohat yetakchilari oldi bilan sayohatchilarga bildirdi. Bugun aytgan naqshingizning ovoz chiqarishingiz, sahnadagi tamkinligingiz bizni nayt qoyil qildi. Mumkin bo'lsa texmo davomli tirishing. Rahmat. Unda bo'lsa Yunusjon birinchi bosqichimiz oyoqlashdi. Endi ikkinchi bosqichimizda ekranda siz o'rinlaydigan mazmun bor. Ya'ni bizning bevos ko'rsatish maydonimizda ko'rib baqaylik. Ya'ni Xinjiangning sarxil sayohat liniyasi, Xinjiang Jinping Lüyou Luxian. Haqiqatan ta'limingiz bor ekan, mana o'zingizning qilayotgan kasbingizga oid savol chiqibdi, ha? Tayyorlik bitdimi? Chataq yo'q-ku? Qani unda bo'lsa, qani bizning bevos ko'rsatish rayonimizga marhamat. 尊敬的各位游客朋友们，欢迎你们到新疆。我们今天的行程是去吐鲁番旅游。吐鲁番的行程大概给你们介绍一下啊。第一个景点去交河古城，第二个景点去坎儿井，第三个景点的火焰山，第四个景点就是葡萄沟。这四个景点看完了以后，我们去农民家。我们为什么去农民家？你们在超市或者别的地方都看过很多葡萄干。 但是不一定吐鲁番的。今天我们去的是农民家，过去以后，品尝他们的那个当地人，就是挂上那个园子，挂上那个葡萄两房里面，自然风干的树上自然风干的葡萄干，还有品种不一样。为什么品种不一样？就是采的方法不一样。 什么采的方法不一样？一个是葡萄两房晾出来的，一个是树上自然风干的，一个是太阳晒干的，采的方法不一样，所以葡萄的颜色也不一样。还有一个是，就是葡萄的品种也不一样。 Vaqt to'shdi, 时间到。 Naqshini yarasi yaxshi o'qiding. Sen 380 ming filsinimi bakadin yig'mabsan. Hech qilib bigumpang baken seniki. Rahmat, rahmat. Endi bayatdan bir gapni qildi, gap qilib ketib berib. Men azaldan qisqa video tatib baqmadim. Boshlarni chiqargan üzeriniga chiqarib qo'ydim dedim. Bu bir xatolik mening nazarimda. Sen cho'qim kasbiy odamdan birini agashdi, amsa o'zingning kasbini bir daraja yuqori ko'tar. 380 mingdan turavermaysan, taraqqiy qilishing kerak. Ham demakchi bo'lganim bir kasbiy darajaga ko'tarib et. To'g'ri, to'g'ri. Sizdan so'rab boqim kelyapti. Har qanday odamning bir kasbini suyib qilishida o'zining bir maqsadi bor, orzu, nishonlari bor. Sizning shu sayohat kasbini qilib eng oxiriga yetmoqchi bo'lgan nishoningizni bilgim keldi. Har qanday kasbdan cho'lponlar chiqib bo'ldi. Tunilib bo'ldi. Qarasam shu sayohat kasbida ko'z ko'rangan shu dang'aroq biroz yo'q. Mush kasbda bir tirish baqaychi, tirish shu go'zal Shinjongni butun mamlakatni, butun dunyoga tirishtirib baqaychi degan maqsadda mush kasbda izchil tirishyapman hozir. Yaraysiz. Ben hoş buldum. Çünkü siz hayat kasbini, özünüzün kasb kılıp tanıganlığınızı riyasetçi Gülşen dostum dedi. Lakin qarasam naqshdan bek yaxshi aytadigansiz. Men o'yildim da, o'zingizning kasbidan sirt mushunda bir ixtiyorni hozirlashingiz mening tug'ma qobiliyatmikin? Yani meningcha emas. Men faqatdan bu san'at sohasida ko'p bilimim yo'q. O'z kasbingizga bo'lgan qiziqish balkim sizni izlanishga boshlagan bo'lishi mumkin deb o'yladim. Ondan eng oxirgi mushu hamma kasbdan chiqib yiqdi, cho'lponlar sayohat kasbidan chiqqanini anglab baxmadim. Mushu kasbni bir o'zib chiqqan ba degan javobingizga intayin bek suyundim. Rahmat. Davomli tirishing. Rahmat. Rahmat. Qani unda bo'lsa yetakchi ustozlar endi chiroq bossanglar bo'ladi. Ma'lum bilan Xadija ma'lum tanladi. Xadija ma'lum. Yunusjon, men o'zingizning kasbini suydigan
bir intildigan ro'yingizga sizni tanladim. Rahmat ustoz, rahmat. Men seni tanlashimdagi sabab Yunuscha. Qarsam sen bir daraja ko'tarmay turib 300 ming funtni yig'ib yetsa. Qarsam xil umidvordek turdi. Bayatın sen 90 sekundda putavgan bilan o'tkazib etding sen vaqtni. Qolgan bir narsa yo'qmi turpanda? Şun setişinde bir xeyli mesele var. Birisini söylemezsen birisi qavadı. Turpanның мәсәләтен e'lon qilaman deb chima xayoldim. Men Yunuscanның hamma taraflarini yoqtirdim-chu. Mayli, endi men san'atdan xabarim yo'q, shuni naqshin yaxshi aytdim, uni uqmayman. Biroq boshqa jihatdagi o'zidagi faqatla jiddiylashish hech qanday narsa yo'q, shundan normal tabiiy chiqdi. Erkin, erkin. Lekin mening tanlamasligimda bir sabab bor. Masalan, chiqib hozir butun Xinjiangdagi go'zallikni davlatga, mamlakatga taqdim deb o'ylayotdi. Biz Vanxong bo'lishdagi maqsadimiz uni tunishtirishli bo'lib qolmasdan, balki cho'qim biz mushu Xinjiangdagi yaxshi narsalarni ichki o'lkadagi qarindoshlarimizga sunishimiz kerak. Biz bu yerdamda putavgan deb bayam shunulam so'zildi-ku. Meningcha sayohat manda rayon barimiz, anda rayonga barimiz dedik. Lekin mening orzu qilganim nima degan vaqtda anda rayonga bardigan, manda rayonga bardiganni ular liniyani men biluvchi. Mening orzu qilganim ashu dehqonlarning oilasiga, dehqonlarning oilasiga borgan chaqda o'zining mushu iqtidoridan foydalanib turib, sayohatchilarga majburlash tuyg'usi yo'q. Dehqonlardimi ilqiy tayyorlik yo'q holatda ashu mahsulotni sayohatchilarga setib berib, shu orliqdan foyda olgan bo'lsa, meningcha texmi yaxshi bo'ladi. Birinchidan ularga yaxshi mahsulotni, bir yeshil mahsulotni tunishtiradi. Ikkinchidan dehqonlarga qimmat yaratib beradi. Uchinchidan o'zining iqtisodiy kirimini texmi yuqoriltadi. Endi men savdogar bo'lganligim uchun mushuk jihatdan so'zlayman. Balkim men his qildim. Vaqt cheklimsi var emasmi? 90 sekund emasmi? Balkim bu yoki yarım soat yoki bir 10 minut, 15 minut bo'lsa, oldi bilan boshlash kerak. Boshlab uyga mehmonni boshlab bo'lgandan keyin, anandan keyin boshqa narsani chiqimiz emasmi? Balkim Yunusjon bundan burun uni qilgan bo'lishi mumkin deb o'yladim sizning gapingizga qarta. Menimcha quruq sayohat qildiriblar, ammo saqchan mahsulotni satdingiz-ku, endi xalni o'yiga borib, vaqt to'shib qoldi. Haqiqatan ham har birimizningki chiqish nuqtamiz, o'ylaganlarimiz o'xshamaydi. Endi Minavarning degani xato emas. Xasiyat adamning degani intayin to'g'ri. Chunki endi naq maydonda faqat berilgan vaqt 90 sekund. Endi bu Yunusjon bulamdi va yoki boshqa to'g'ri cho'lponlari sahnaga chiqqan vaqtda pek oz vaqtning ichida o'zininki ba'alayligini ko'rsatiladi. Lekin bular endi odatda yonfunning oldida bevos ko'rsatgan vaqtda eng oz bo'lganda yarim soat, eng oz, balkim eng uzun bo'lganda necha soatning ichida bevos ko'rsatlar. Shunda unda bo'lgankin hamma alaylik bu yerda namoyon bo'lib bo'lmaydi ekan. Men o'zim setish kasbini taymak yaxshi ko'rman, shundaqla boshqalarga setishni voyaga yetkazib qilishdan tashabbus qilaman. Har qanday bir odam mas'uliyat setishdan burun o'zini setish kerak. Yunusjon bizga o'zining taymak yaxshi satdi. Allaqachon setib bo'ldi. Mana o'zi setilsa har qanday mas'ulni sata oladi. Yaraydi. Rahmat. Unda bo'lsa endi xalqliq bosqichga keldik. Nurmamat ma'lum bilan Xadija ma'lum sizni tanladi. Ikkisilam o'ziga alaydi ishindi. Chunki sizni yana bir daraja yuqori o'riltib, sizning mushu do'yingiz orqali, sizniki bevos ko'rsatishingiz orqali sizniki iqtisodiy qimmatni, qadr qimmatingizni texmi oshirg'izmoqchi. Qaysini tanlaysiz? Qaysi ma'lumni tanlaysiz? Men uchun shu chiroq bosgan ikki ustozga rahmat deyman. Mening nazarimda har ikkingizlar yaxshi ustoz bo'laysiz. Musobaqaning qoidasi bo'yicha birni tanlaydi ekanmiz. Men shu Nurmamat ustozni tanlasam. Şu çağlar isimde, yar bilen buluşup mangan yol keçide. Şuncha yaqinlik yar biz etgan şu naqsha, manzini suyatdi shamallar anlasa. Yar yarda bu yürek, sevginar yarsını mana üzün kirek. Unutma sözümünü, yar yarda bu yürek, sevginar yarsını bana üzün kere. Unutma sözümü. Yar yok deme, yar gönlüm yok deme. Köydürmedin sen bu söygüm yok deme. Yar yok deme, yok meylim yok deme. Köydürmedin sen pervayım yok deme. Yar yok deme, yar gönlüm sen bu söygüm yok deme. Yar yok deme, yok meylim yok deme.
Şuncha yaqinlik yor biz etgan shu naqsha Manzini suyatdi shamollar anglasa Yar yarda bu yurak Sevgilar yarsını Mağa üzün kire Unutma sözümni Yar yarda bu yürek Sevgilar yarsını Mağa üzün kire Unutma sözümni Yar yok deme Yar gönlüm yok deme Köydürmedin sen Bu söygüm yok deme Yar yok deme Yok meylem yok deme Köydürmedin sen Pervayım yok deme Yar yok deme Yar gönlüm yok deme Köydürmedin sen Bu söygüm yok deme Yar yok deme Yok meylem yok deme Köydürmedin sen Pervayım yok deme Sen bu söygüm yok deme Yar yok deme Yok meylem yok deme Köydürmedin sen Pervayım yok deme Şinjan'daki her millet hanım kızlarımızdan alkışıga erişken fancy tibbi asraş buyumları programımızın tajdarlığını öz üstüge algan. Abida tabi mineral suyu programımız bilen alayda hamkarlaşkan. Huzur tögüstü paraşugi, huzur tögüstü etkençi, huzur öşküstü etkençiğini işlep çıkargan Ürümçi Hayat Şirketi programımız bilen alayda hamkarlaşkan. Şinjan Fenşing Medeniyet Tarqıtı Şekli Şirketi programımızın işleşini öz üstüge algan. En kesbi boğan kısqı video torda naq meydan bevas körüstüp mal setiş doğrusunda hamkarlaşmakçı bolsunuz Fenşing Medeniyet Tarqıtı Şekli Şirketi bilen alaqlaşsınız boludu. Әмді сәкінімізге çıkmakçı болған майырымыз kimdi? Diqqətinlə davamlıq ekranımızda bolsun. Salam dostlar. Yaxşımsızlar? Mən öz avazım arqılıq keng tor ammasiga atrofimdagi aktiv energiyalarni tarqitib kelayotgan. Shundaqla tor supisi orqali milliy kiyim savdosi qilayotgan Qashqar qizi Nadiya. Mən tor dunyosi orqali Hasan Husandek atlasni, qo'l keshtisi konvoyini elimizning har qaysi joylaridagi har millat qarindoshlarimizga yetkazib beraman. Qo'ng'iroq kabi jarangliq ovoz kishini masxush qilsa, gul kabi go'zal siymolar yurakka singib kiradi. Har bir tirishchanlik keynidan cho'qim gullar unadi. Men darajadan tashqari tor cholponlar programmasiga o'zimga raqobat e'lon qilish uchun keldim. Ishonamanki, men bu yerda hayotimdagi eng go'zal bo'lgan xotiramni qoldiraman. işcan çihri nurlu ay yüze İşleri ah burada ne çulpan güze Özü işcan çihri nurlu ay yüze İşleri ah burada ne çulpan güze Bola selge okşigan şirin sözü Şermiye elfsi Qashqa kızı Bola selge okşigan şirin sözü
tekşermi aya eltisi qışqa qızı Köz aldımdan ketmez onun siyağı Tüksi şok yanraydı bulbul küyi Köz aldımdan ketmez onun siyağı Tüksi şok yanraydı bulbul küyi Asmanımda çaknaydı yıldız kebi Mihri ateş çırayı qışqa qızı Asmanımda çaknaydı yıldız kebi Mihri ateş çırayı qışqa qızı Mecnun dalbek saçları Kızıl güldek üstü onun çırayı Canalar nazlanıp gülüşleri Aydın güzel nur çeçer qışqa kızı Canalar nazlanıp gülüşleri Aydın güzel nur çeçer qışqa kızı Canalar nazlanıp gülüşleri Aydın güzel nur çeçer qışqa kızı Aydın güzel nur çeçer qışqa kızı Yaxşımsızlar ekran oldidagi ko'raman do'stlar. Yaxshimsizlar baholovchi ustozlar. Yaxshimisiz Gulchan ada? Yaxshimi Fukam? Men avval o'zim tanishtirib o'tsam, mening ismim Nadiya. Bu yil 22 yoshga kirdim. O'zim Qashqardan bo'laman. Ovoz kasbi bilan shug'ullanaman. Shu kasbimdan sirt to'r so'z bilan shug'ullanaman. Andan keyin shu do'yin orqali savdo qilaman. Nadiya yaxshimisiz? Yaxshimisiz ada? Usulingizdan bo'lsin, sahnaga chiqqan holatingizda bo'lsin, rasli bir Qashqar qiz ekansiz, bek chiroyli, beklam yuz to'van. Usuldagi xijilchan, usuldagi harakatingiz, usulni o'ynayapsiz, lekin men xijilga ketib borman, bu usul qachon tugay, bu muzik uzrab ketib bordi, so'zlayapti badningizchi. Yaxshi. Do'yinda to'r so'z qilman dedingiz-ku, bek yaxshi. Men 400 necha ming fınsı degan bu jiqgap bu. Lekin buningdan keyingi mushu so'dingizni texim taraqqiy qildirish uchun sizda bir xijilchanlik bor ekan. To'g'ri sahnaga chiqmoq oson emas. Balkim siz odat bevos taqatqa vaqtingizda o'zingiz yolg'iz bir yanfonni bor-da. Bir yanfon yoki bir ishga o'zingizdan yiqilib bo'lishi mumkin. Lekin har vaqt bo'lavermaydi. Shunlashqa siz qo'rqmay do'yinda shunchalar finsini jig'algan odam texim turgunrak bo'lib, texim o'zingizni qo'yib o'ting. İsmingizmi chiroyli, o'zingizmi chiroyli, usulingizmi chiroyli, bir chiroyli qiz ekansiz. Shunga teximoyliqi o'zingizni qo'yib o'tib, bundan keyingi har qanday ishda turgunrak bo'ling demoqchi. Rahmat sizga. Yaxshimisiz singlim? Yaxshimisiz. Siz qandoq bo'lib do'yinga kirishni tanlab qolgandingiz? Chunki 3 yil ilgari do'yinga kirdi deganlikning o'zi bu xeyli ideyaning ochiq ekanligidan derak berdi. Do'yin hozirgi davrimizdagi bir yangi yuzilnish. Kirayotganlar asosan 2 yilning yangi bakrak avjiyotidi. Lekin siz 3 yil ilgari kirib bo'lib ekansiz. Nima sababdan, nima ta'sir qilib do'yinga kirgandingiz? Do'yinga kirishlik asosiy sababim men milliy kiyim-kechak setishni boshlagandan tortib kichigimdan bir milliychiga bo'lgan o'ta qiziqishim bor. Muşun teximi jiqraq adam tanısı ekan, teximi jiqraq adam muşunu bilsa ekan, muşun bir davomlashtirsam ekan degan umidda do'yinga kirgandim. Siz 3 yildan keyingi bugungi kunda o'zingizning do'yinni shunday taraqqiy qilib ketadiganligingizni bilamdingiz yoki tavakkul deb kirib qolganmi? Kunlarning birida cho'qim yaxshi qilib ketadiganligini mashinadim. Yaxshi. O'ziga bo'lgan ishonch, o'ziga bo'lgan ishonch. Bundan keyin texim yaxshi qilib ketaylik deysiz unda bo'lsa. Chunki 民族的就是世界的degan gap bor emasmi? Xinjiangning yerlik mahsulotlarini, undan boshqa intayin go'zal bo'lgan, chiroyli bo'lgan kiyim-kechaklarni setish orqali Xinjiangning madaniyatini butun mamlakatga tashviq qilishda bu yaraysiz. Ishqilib pek suyundim, kichik turiblamcha 3 yil ilgari 19 yosh vaqtidan boshlab yaxshi tirishim. Boya degandek 400 mingdan ortiq finsini yig'ish oson emas. Bir raqamda 2 ming odamni o'ziga qaritib turish oson emas. Shaxsan men naqshid qilim uzun bo'pti, biroq men shu jibo qilsam toza tayinim yo'qcha mening. Bir 40 odam kirdi, chiqdi. Bizning mush bir kamchiligimiz Keramjon. Jibo qilish bir talant ekan bu-ku.
Bu şahsen mende yok, hazırcha yok. Endi men Mende bu şu işkimizde. Men uyunyapman. Bu qilib boqmadim, faqat yo'q hamsi menda. siz gap qilmay tursangizlar kirdi necha manga. Lekin bu singlimizda shu talant bor ekan, tayyor bor ekanda ba'zan vaqtida o'zimiz ugunib ma'lum bir natijaga yetmasak bo'lmaydi, lekin bu singlimizda bor ekan. Endi siz o'zingizga ishining. Shaxsan Müş Keremci akam qarğanda mening finsirim jiq keldi. Mening 35 ming finsirim bor. Sizning 210 ming ekanda. Keremci akam qarğanda finsirim jiq keldi. Şuna men o'zimga ishinib, usul o'ynasam yoki so'zlasam sahnlarda ansirmasam bo'ldi ekan. Men xili cho'ng akashladimmi, nochi yerlarim bor ekan deb o'zingizga bo'lgan shu ishonchni sahnaga olib chiqqanda texmi jiddiylashmaysiz, texmi keyin maylimi shu kiyim-kechak tijorati bilan shug'ullansangizmi, to'rlarda ijro qilsangizmi, siz qancha ishonchlik holda başqalarga so'zlasangiz, başqalarning oldida shunday bir obrazingizni tiklasangiz, sizning nurg'un ishlaringiz texmi yaxshi bo'ldi. Bak to'g'ri dedingiz, rahmat sizga. To'g'ri. O'zimizda bor bo'lgan ortiqchilikni cho'qim bir xil ishonchga aylantirishimiz kerak-a. Mening shunday bilgim keldi, hozir sizning asosiy kirmangiz do'yindagi mush milliy kiyim setishdan kelamdi. Ondan boshqa ovoz kasbidan kirdi. İkisidan qaysida yuqori? Albatta do'yindan. Mana bilib baqsaq bo'lamdi, maxfiyatlikmi ya? Bo'ladi. Oylik kirmangiz yuqori bo'lganda 30 ming deydi. Mana oyda 30 ming kirmagan odam nemish ovozingiz bundan texim jonliq chiqmaydi. Tirishima. O'zingiz albay ovoz berish mahorati bilanmi shug'ullanaman dedingiz-ku? Unda bo'lsa hozir naq maydonda. Unda bo'lsa men ovoz berayotgan asarlardan bir ariya o'rinlab. Ajab yaxshi, haqini. Yo'q, Dilmurod. Bunda qilsangiz bo'lmaydi. Menga ishining, mening tenim bulg'anmagan. Ular menga tuhmat qildi, Dilmurod. Yo'q. Yo'q. Hammasi sen sababchi. Agar sen bo'lmagan bo'lsang, u meni tanlagan bo'ladi. Sen bo'lganing uchun u sen bilan to'y qildi. Ko'zimdan yo'qol. Mana. Yaraydi ha? Ha. Hurmat ma'lum. Nadiya yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Aldılar mening qizimning ismi Nadiya. Mana? Ismingizni anglab ko'zimga tegdim, siz ko'rinib ketdingiz. Rahmat. Men sizdagi bir necha negizlik ortiqchilikni bayqadim. Birinchisi, sahnaga chiqqan ajoyib bir xil xuluq bor ekan sizda. Shu xuluqlaringiz bilan men 300 ming finsiz yig'ib olgandek tursangiz. Ras. Rahmat. Endi usulingiz bor ekan, usulingiz o'zingizdan chiroyli ekan. Endi men ovoz berishingizni hozir mana ko'rdik, sizning o'rlagan nomeringizni. U uningda yaxshiroq ekan. Demek bir necha boshqalarda yo'q bo'lgan sizning negizlik iqtidorlar bor ekan. Birga mayr ko'p qadir. Naq ishlasak bo'ldi ekan, Nadiyaga rasmiylam tushdi ekan. Voy, mana ustozlarning hammasi sizni tanlaydigan o'xshaydi-ku, Nadiya. Amal yo'q ekan, tutib qolgani bo'lmaydigandek turdi. Mana, endi 4 ustoz karomatinglarni ko'rsatmasanglar, sizlarning qaysinglarni tanlaydiganligini men bilmayman-ku. Ha, amsa ikkinchi bosqichga kiramdik, Nadiya. Bo'ldi. Nadiya, mana ikkinchi bosqichimizga qadam qo'ydik. Ya'ni usul kiyimi. Siz kundan shu do'yingda ijro qilish jarayonida to'g'ri naq maydonda situatqingiz bo'lsa, milliychi kiyim-kechaklar shundaqmi? Naq maydonda 90 sekundli vaqt bor. 90 sekundning ichida kunduz so'zlayotgan mazmunlaringizning javhirini so'zlash orqali bizni yana bir qitim qoyil qilsiz. Bo'ldi. Ishimiz sizga. Qiling, marhamat. Yaxshimsizlar do'stlar, men bugun sizlarga men o'zim kiyib olgan mushu kiyimni olib keldim. Bu kiyim qaramaqa usul kiyimidek ko'rindi. Ammo lekin bu kiyimninki bir necha xil kiyish usuli bor. Masalan, uchamdagi ma'volat kiysak usul kiyimiga o'xshaydi. Ananikin buning jilatkisini yeyishayotgan vaqtda shunday chiroyli bir bozorlarga kiyib chiqadak kiyimga o'zgaraydi. Ananinkin buni ichiga qasqandan birini kiyib olsak, to'y ko'ylakka o'zgaraydi. Ananinkin mushu tug'ilgan kun yoki so'rovlarda kiyib olsanglar bo'lgan shunchalik esil bir ko'ylak. Mushu ko'ylakni nech pul? Nech pul? Muhim yer keldi ha. Bu ko'ylakdan buldigan yeri ha. Bu ko'ylakdan bo'ladigan yeri 880. Ha, 880 shunda yaxshi bo'ldi, davomliq. Yana azroq vaqtingiz bor bular? Ha? Bu ko'ylakninki jug'onlari qisqarib ketmaydi, raqti shunchalik yaxshi. Ananiki atlas ishlatganroq bo'lsa, jing atlas yuzanglar bo'ldi, rangi chiqmaydi. Shunchalik sifati bak yaxshi. Vaqt toshdi. Ey Nadiya, bu ko'ylakning rasmi necha xil kiyish usuli bor ekan? 880 ham qimmat emas. Chunki to'y ko'ylagi qilib kelgil bo'ladi. Undan boshqa majilitkin ayrim kelgil bo'ladi, shundaq-ku. Albatta. Mana 880 ham buldigan yer edi, ha. Unda azolat qilib bo'lmamda. Bo'lmaydi. 800. Yo. 850. Yo. 860. Faqat bo'lmas mening nurg'un ajrim sonda buningga. Mana. Mushta sizlar shundaqmi jiboda? Agar biror so'rab qolsa, chuqur mushta savollar chiqadi, to'g'rimi? Bo'ldi, unda ustozlar, chiroq
Yandırsanlar buludu. Sebebinlerini anlap bakay. Qani, Nur Mehmet. Tanlash sababimni oldida bir qatam dedim, negizlik ortiqchiliklarini. Hozir tunishtirishda raqtinimi dedi, hamma narsani dedi. Og'ir baho talashgan vaqtingizda do'ppini qetib etgan bo'lsangiz qilsan aytdi. Yo'q, do'ppini qetib bermayman, ayrim sotib. Mana ayrim sotdi ekan, Nur Mehmet muallim. Qimmat do'ppi. Oltin emasmi miyalari ya? Qarab bakay, tut bakay. Marvoyit. Marvoyit, ching Marvoyit. Setishda boshqa bir cho'ng masalam yo'q. Hozir nima uchun qimmatligini sal kuchaytirib etish. Bildirish kerak diye. Şunlaşqa mayliqi bak ta'kidlagan yerim shu. 880 yuan degan oz pulmi emas shu. Hadicha. Oldidan Nur Mehmet muallimi dedi. Alayidlik nayt köp. Birla tuluqlaştı işkiye bakan, naq meydanda sahnada özü bo'lgan ishonchsal tuban, lekin ekran oldida, masalan, to'yinda chirpoda, oyda 30 ming yillik molni setib kirim qiladi degan gap chiqqan o'zi bo'lgan ishonch bor. Menimcha bugun naq meydanda jiddiylashib qolgan bo'lishi mumkin. Bo'libmi, mush baho e'lon qilgan vaqtda jiddiylashib ketdi-ju. Dang deb mushu siz qancha qatim madad bergandan keyin ondan aran dedi. Demak, bu jihatda yordam berayotgan madad bo'ldim. Shu sababdan tanladim. Mening bu singlimizning tanlashimdagi maqsad birinchidan 3 yil ilgari do'yonga kirib men bo'pti. Bu uning bir qalbida shunday bir kuchli bir orzusining borligini bildirdi. To'g'ri. Ikkinchidan o'zi bək tirishchanki. Uchinchidan bu qizga azroq bir xurishkamki. Shu xurishni o'ziga bo'lgan ishonchi bilan azroq kasbiy bilimni to'liqlab etseklar, bu qiz cho'qim mukammal bir setish xodimiga aylana oladi. Men shu setish tarafdagi o'sha kamchiligini to'liqlay olmayman deb o'yladim. Shuning uchun tanladim. Nadiya. Ustaz o'xshamagan nuqtalardan sizni tarbiyalalaydi. Ambardagi mallarni mi chiqarib beralaydi, kufangdagi butun mallarni. Unda bo'lsa o'zingiz yaxshi o'ylang. Qani, 4 ustozning qaysini tanlaysiz? Men u bo'lsa muallimni tanlay. Endi sahnimizga chiqmoqchi bo'lgan mayirimiz kimdi? Diqqatinglar, davomli ekranimizda bo'lsin. Model, skripka, rasm, muzika, sayohat. Bu 5 so'zning yig'indisi men Bilal Mahmud. Hozirgi vakilgisiga to'lib toshgan ishonch bilan to'lgan oliy maktab o'quvchisi. Yoshligimda nurg'unlagan ishlarni sinab boqqan, nurg'unlagan ishlarni qilib boqqan bor. Ishonamanki, ishonch va tirashchilik bo'lsa, arzu, arman hamon bir kun baraklab yashaydi. Men darajadan tashqari to'rt cho'lponlar programmasiga eng yangi va eng moda bo'layotgan to'rda naq maydonda setib mal ko'rsatishni sinab beqish o'rganish uchun keldim. Salam, hörmətli, bahalı ustazlar, ekran aldık tamaşaçı dostlar, hamılarının müşahid xeyirlik bolsun. Rahmat. Men bolsam Bilal Mahmud, hazır asaslıq şug'ullanayotgan kasbim bo'lsa, tekstlik modeli, ya'ni pime mod. Ondan keyin bugun bu sahnaga kelishdagi asosiy maqsadim bo'lsa, men texi hech bir to'rt pullarni o'ynab, o'zim texinab chiqarib, vanxon to'rt cho'lpin bo'lmadim. Men shu fursatdan foydalanib, Shinjang ichi alayda moda bo'lgan uslubda özüm bir yolda fanshan bir taraqqiy qilib baqsam, muallimlardan ta'lim-tarbiya, o'zimga bo'lgan ishonchimni texmi kuchaytirib degan maqsadda
Ben bu Şinjan içinde özgüce alayda bolgan yeni üslup, çavliyo demdik. Alayda modun tutup, şu üslupta mağdağın bir xil terakkiyat, özünü bir terakkiyat kıldırıp bakay degen maksatda. Bu tor çolpunu buluşunuz ki maksat özünüz katqa model kesbini terak kıldırış şundaqmı? Pingmiye motor kesbini terak kıldırış desek bulamdı? Buldu. Çöndüm. Ondan sonra ustaz aslarım çöndüңlar. Hasiyette de. Bu sahne kirişteki maksadan bak eniqke seninki. Van Hong boğun bak şunaqqa sen pingmiye motor kensen aytdi. Özüңde bak bu şaraitlarçı. Fakat bugün muşu seninki yürek yoğan ki. Muşu arqılıq müşahede, muş sahne arqılıq özüңni azraq taraqqiy qildığaç malım kallan bak işlep kitipti mana. Bizning eng ilg'ar ma'lumlarimiz sahnada bor seni cho'qim yetaklab ketadi chunki sen yetmoqchi bo'lgan orzuning eng oldingi sharti seninki o'zingda borki to'g'ri ma'lumlardan yaxshi tarbiya ilib ta'lim ilib tirishsang cho'qim o'zing degan maqsadga yetalaysan. Bu Bilal endi menga ko'zning quyrug'imda qarab qo'ydi. Bunda qarab qo'ydi. Men shunda surlik emasmi bo'lmasa? Bu enim Skürk bıçağı için qardida perdesiga qargan bo'lsa, men qarganda yaxshiroq chaladi. Skürkning perdesi yo'q chataxchi. Shunga aldı bilan bu inimga nayt qayl buldum. Sizning yosh ugundigan nazbekchiq biz shu programmalik jarayondan nurg'unligan maqollarni ko'rdik. Har xil bolalardan har xil yangi ideyalarni o'rgandik. Ham bizmi yaşımız çoğun olsun o'rganyapmiz shu bolalardan. Siz uchunmi bir yangi iqimda bu ha? Bu inimni baldur yaş turupli keldi bir yaş mayıs bitide. Mümkün bo'lsa mush sahnimizdan boshlab bundan keyin texmo ko'p bilimlarni o'rganib qanday qilsak haqiqiy ko'nglingizdagidek o'zingiz xohlaydigan bir yaxshi chubo bo'la olasiz. Qaysi jihatlarga diqqat qilish kerak, qanday chiniq turish kerak, o'zingizni hammani shu maydonda o'rganib bundan keyin texmo katta adam bo'lib ketasiz deb o'ylayman. Bilal agar sharoit yor berib qolsa meningchamdi mushu to'r cho'lpini bulush bilan birga mushu orzuni amalga oshirish bilan birga o'rlab o'qish fursati bo'lsa yana davomli o'qisiniz deb o'ylayman. Fursat bo'lsa bunimi qilaylik, lekin o'qishnimi qo'ldan bermaylik. 9 maktum qaytib ketmoqchi. Ha, yaxshi. Davomli o'qishni o'ylayapsizda. Yaxshi. Cho'qim o'qaylik, bulamda. Maktabda bilim bergandan boshqa eng muhimi yana bizga qanday odam bo'lishni o'rgatadi. Ikkinchi bosqichda, ya'ni ekranimizda sizning bevosita ko'rsatish maydonimizda o'rinlaydigan mazmuningiz bor, ya'ni sotmoqchi bo'lgan mahsulot bo'lsa, xos ijodiyat mashina xushpuroqlik bezgi, ya'ni yuanshuang sheji qicho xiangxun gua shigan. Tayyorlik bormi? Bo'ldi, dasqari. Marhamat, Bilal. Dostlar, yaxşımızlar, bugünkü bevosita tarqitish ko'rishlarni qizg'in qarshi olamiz. Bugun shu o'zining amroq mashinasini bezashga alayda ishtiyoq bor, havis bor shopir do'stlarimizga katta olib keldik. U bo'lsa-mu, alayda ko'rkamsizda aplik qilib loyihalangan mashina xushpuroq atir kartasi. Bu atir kartasi faqat isvolgan bezak bo'yin bo'lib qolmasin, yana biz bilmaydigan nurg'unlagan artışlık var bulup, bu fakat maşin içi havasını tanışaş, gayrı pırak, tamak, kaldıkını yoktuştun başka yana. Şu adam bedeninin ki, adam çoğunluğunu gıdıklaş, əstuş kabiliyetini yukarı götürüş, ondan keyin çarçaş, baş ağrış, iç sıkılışının aldığını elip, şu sizge üzgüç bolğan alayda yaş keyfiyat, alayda ozur berişlaydı. Özünüz ve aileklerinizden yaxşı, sağlam, yaş keyfiyatda sefer çıkış için maşinanızga setilişe tamamen ersiydi. Qanday set olmoqchi bo'lsangiz, asrki ularni chekib ko'rib, darhol setib oling. Yana azroq vaqt bor shundami? Ha, azroq vaqt bor aka. Ha, davomli tushuntiring. Ha. Ya'ni, ha. Bu mashina turlarimiz alayda hozir zamonga mos holda moda holatda loyihalangan bo'lib, isolgan vaqtda buningki shu mashina ichidagi vaqt ochdi. Mashina atiri ya, mashina atirim şu. Doktorxon bormisin bo'lgan shu mashina atiri olsa. Hamma kasallar saqib ketdi. Analik etgan men bir material ko'rgan vaqtimda rasm shuni alaylik bor ekan. Mashina atiririningmi? Shu cho'ngning sagiti charchashning oldini elish, shu bash og'rishining oldini elib, shu bir xil boshqacha
yaxshi kayfiyat ato qila oladi ekan. Unda siz mashina atirlariga rost bir yaxshi e'lon beryaptingiz jumi. Men bu to'xtatmay eslasam bo'ldi ekan. Ha, mashina atirlari ha, mana yaxshi. Yaxshi. Qancha nomer bersiz o'zingizga? 50 nomer. 60 bo'lsin beraylik. Hali bo'ldi, yomon emas, meningcha endi. Ustozlarimiz endi aytgan Allah paqaylik bilallar. Qani ustozlar. Baya maqsadga vaqtingda xeylalam 50 nomer qo'yatmamsa, shuningdan o'zingizga ishonchingning kamligini his qilgan bo'ladi. Qo'yat 80-90 necha bo'lmagan 90. Ana. O'zing bağ qo'yib yuribsiz. Endi nim qilgan vaqtingda mashinalarimizga hozir hammamiz hozir kishilik munosabat qilyapmiz. O'xshash bo'lmagan odamlar chiqadi. Demek bu mashinamiz g'ayri purab qo'yib qolsa, boshliq bo'lgan ta'sirimiz yaxshi bo'lmaydi. Demek mayadiki bizning kishilik munosabatimiz ta'sir ko'rsatdi. Intayin muhim nuqta. Boshlig'im huzur berdi. Sana bo'lganida ko'z qarash ushlab qoldi ajab, bir paks balan bor ekan ma'vo deb. Safoliq madaniy. Boya qallam kelgan bir adabiy tilga aylantirib. Daplamidingiz shundaqmi? Odatda iste'molchilar buncha hissiy narsani setib oladi-ku, deb xushalliq mana g'ayri bir narsani. Şu müşteraptırak kız, gayri purak elbette tuttu bu. Bayam Nurmehmet malum dedi, özenge 50 numara koyduğun özenge işençen yok ya deb. Lekin mening deydiğim, mening his qilganim o'ziga bo'lgan talab yuqori ekan. O'ziga bo'lgan talab yuqori bo'lganligi uchun o'ziga tuvan nomer berdi. Buni o'ziga bo'lgan ishonchni tuvan desak, mening qarshimda pek to'g'ri bo'lib ketmaydi. Ikkinchidan mol setish jarayonida bo'lsin, o'zining tek to'g'ri hech qanday supada cho'lpan emasga hem öz emdil 18 yaşga kirib turib, mushu sahnaga keldi deganlikning o'ziga bo'lgan xeyli bir ishonchisi, shunaqla ilqi bir kuchli bo'lgan bir irodasi bor ekan. Mush yaringizdan suyundim. Rahmat. Hem o'zingiz o'ylagan natijaga yetib bo'lmagan bo'lsangizmi, lekin men sizning davomli mushu hayotlik safaringizda o'zingizni pishirishga, odam natija qozonishdan burun u pishish kerak. Nurg'un ishlarni boshdan kechirish kerak. Shu issiq sovuqlar bizga ajoyib bir ishonchni, andan shunda turgan vaqtdagi salobatni, energiyani berdi. Shu boyligingizni tepishingizni umid qilaman. Rahmat. Rahmat ustozlar, unda bo'lsamdi chiroq yondirish bosqichimizga qadam qo'ydik. Bilal uchun chiroq yondiradigan ustozlar kimlardir? Qani. Sizning davomli ishonch bilan aldığım mengishingiz uchun berdim. Rahmat. Ümidsizlanmasligingiz uchun berdim. Davomli tirishing. Rahmat. Bir savol so'ray, qisqacha javob bering. Hozirga qadar o'zingizdan eng suyunib turib qilgan bir ishingiz yoki men bu ishimdan bek suyunmaydigan bir ishingiz bormi? Shu ishlab tunjaylik mashimni opamga akirib bergan vaqtim opam chiqib ketgancha. Shu vaqt xushallik. Qancha yashingiz? 17 yaşımdan. 17 yashingiz. Yaxshi. Yigitgan. Bo'ldi. Yaraysiz. Rahmat. Rahmat. Şinjan'daki her millet hanım kızlarımızdan alqışıga erişken fancy tibbi asrash buyumları programımızın tajdarlığını öz üstüge algan. Abida tabi mineral suyu programımız bilen alayda hamkarlaşkan. Huzur tögüstü paraşugi, huzur tögüstü etkençi, huzur öşküstü etkençiğini işlep çıkargan Ürümçi Hayat şirketi programımız bilen alayda hamkarlaşkan. Xinjiang Fanxing Madaniyat Tarqitish Shakli şirketi programımızı işleşini öz üstüge algan. Eng kasbiy bo'lgan qisqa video to'rda naq maydon bevosita ko'rsatib, mol setish to'g'risida hamkorlashmoqchi bo'lsangiz, Fanxing Madaniyat Tarqitish Shakli şirketi bilan aloqalashsangiz bo'ladi. Ekran oldidagi ko'rmanlar, yaxshimisizlar? Navbat ko'rayotganinglar Nuri naq maydon xabarlari programmasi. Men